67. O'dg'irmish, o'gdilmishga dunyodan yuz o'rib, bariga qanoat qilmoqni aytadi. O'dg'irmish javob berib shundoq dedi. So'zlaringni angladim, endi javobini angla. Sen aytgan bu so'zlarni kimdi-kim o'rgansa, bu dunyoda orzu tilikiga erishidi. Va lekin tirikchilik yeb ichishdan iboratmi? Ey dana olim, oldi bilan buni bilish kerak. Kishi shuncha mushaqqat bilan mol dunyo yig'ib, uzun yashayanmasa, mol dunyo yig'ishning nima hojati? Odam bu dunyo melini tilab yugurib yursa, toat ibodat ishi to'xtab qoladi. Bugun sen meninkiga kelgandan beri ibodatlarimning hammasi qilib qoldi, qara. Faqat bir odam bilan odlish uchun shunchalik ziyon bo'lgan ekan, qo'y zo'rlama. Men shahar kentga kirsam, barliq so'z harakatlarim kishilar bilan bo'ladi. Toat ibodatlarimni qandoq ado qilaman? Bu jihatdan menga ish yepilgan bo'ladi. Yoshligimdan o'tib ketdim, bugun qeridim. Endi Xudoga ibodat qilish bilan yashashim kerak. Behudilik tarafga qayta yenish menga yarashmaydi, ey mehribon kishi. Bilimi daryoda kang donishman qandoq yaxshi ta'lim bergan. Buni tushungin, ey ko'ngli tuz. Yigitlikingda qiyirlik uchun ishla. Qiyirganda kuchdan qoladi, kishi uningga ulgurmaydi. Yigitlikda Xudoning ibodati uchun oldira. Qiyirganda buni yetarli qilg'ili bo'lmaydi, buni bil. Kichik vaqtingda ish harakatingni yaxshi qil. Qiyirlik yetganda bu o't o'chidi. Qara, yigitlik mezgilida hamma yaxshiliklardan o'z hassisini olsa, qandoq yaxshi bo'ladi. Qara, kishi qiyirganda yigitlarcha ish qilib, bema'ni bo'lsa, nima degan yarashmaydi, ha? Dunyoning narsalari tiriklik uchundir. Tiriklik tugasa, mol dunyoga ehtiyoj tugaydi. Mol dunyo to'playman deb bu tiriklik tugaydi. Nafas uzilsa, buning kimga qoladiganligi aniq. Sen aytgan ali xizmatini qilay, do'st birodar va xalq xulqini o'rganay. Oxiri o'lib ketsam, buning nima foydasi? Sana ikki bo'zdan boshqa tegadigan narsa yo'q. Shuncha ko'yib pishish, muzlab titrashning ikkili muddaasi bor, ey mard musulmon. Biri bu dunyo meli bilan o'zingni yuqori ko'tarish. Yana biri elde so'zing o'tadigan bo'lish. Bu ikki narsaga erishib, o'lmaydigan, mangu yashaydigan ish bo'lsa bak yaxshi edi. O'lim mendan bu ishga halovatni tatib oladi. Shundoq ekan, bu dunyoni nima qilaman, ey bilimdon? Yaxshiliqqa har kuni ortib borsa, bu baxtli kishining belgisi bo'ladi. Kishi agar baxtsiz bo'lsa, kishini sovutadi, qiyirlik mezgilida qiliqi buziladi. Bilimi kang donishman bak yaxshi aytgan. Ey xushchiroy, buni sen angla. Qancha yuksalgan siri yomonlikni qo'yib, bag'an siri yaxshi bo'lsa, bu kishining baxtlik bo'lganidir. Qiyirg'andimi havas kaynidan yugursa, bilginki bu tamamen baxtsiz kishining belgisidir. Bu dunyo orzularini qo'lga keltirgan, o'ziga temir qal'a tura yasatgan kishi qani? Bu dunyoni egilab, qora qushga minib, ko'k osmonga chiqqan ashu yomon ish qani? Xudoman deb da'vo qilgan, Xudo tarafidan dengiz tegiga g'arq qilingan mal'un qani? Bu dunyo mollarini to'plagan va mollari bilan billa yer qahriga kirib ketgan kishi qani? Sharqdan g'arbgacha yurish qilib, Allahni egilagan dunyo begi qani? Tayiqi, ya'ni hosisi yilon bo'lgan, dengiz yerilib o'ttirisidan kechib o'tgan kishi qani? Pari, qushlarga va odami zotga hukmronlik qilgan u odil shoh qani? O'liklarni tirildirgan kishi qani? Oxiri o'zimi o'limga duchor bo'ldi. Odamlarning sarvari, tanlang'ini qani? Dunyo uningsiz bo'sh qoldi, yetim siridi. Bu sanig'onlarimning hammasini o'lim ep ketdi. Qara, seni tashlab qo'yatdimi, ey xulqi pak? Bu dunyoning qonuni ana shundaqdir. Xohlasang qonunini tut, xohlasang uning aksini tut. Qarig'ina,
qora yer qo'yniga nini odamlar kirib ketdi. Lekin qo'yni to'lmadi. Qora yer qetini echib ko'rsang eding, nini sarxil esillarning hasrati yotqinini ko'ratding. Nini bagla qora tuproq bo'lib yotmoqda. Nini bilimlik olimlar o'lib tuproqqa orilishib ketdi. Men bag bilan qulni ayıryamayman. Ko'zim kambag'alni boydan farq etmaydi. Og'rib kesal bo'lmagan nini jasur mag'rur odamlar qori yer tegiga kirib qimirlamay yotadi. Ashundoq odamlar qori yer tegidan o'rin oldi. Endi sen bilan men tirik qolatdiqmi? Kishilar karvandur u hamon yurib turdi. Cho'ng yo'lda uy yasab manzil tutmaydi. Hamma orzu tilaklarni o'zimdan neri qildim. Qo'yivat, faqat bir Xudo menga yor yo'lakdir. Kishini qul qiladigan havasdir. Bu havasni tashladim, ko'zim to'q yuraman. Dunyodan voz kechgan, bevafo dunyodan ko'ngli qaytgan kishi nima deydi, angla. Men dunyoda tilganlarimga erishdim. Erisliq ko'ngildan ko'zim yiroq. Men dunyoning tilak orzularini tashladim. Tilaklarim tugidi, so'zim kesildi. Bu dunyo degan bir etizdir. Uningga nima terisang, keyin shu unidu. Yaxshi urug'ni chashsang, yaxshilik unidu. Bu yaxshilik sana yemek, kiyim kechak bo'ladi. Yomonlik urug'i chechilsa, yomonlik unidu. Bu yomonlik oqibatda bo'yningga yuk bo'ladi. Bugun arzu havaslarni tashlamagicha atki yaxshilikqa ega bo'lishim mumkin emas. Dunyo seni tashlamasdilla, sen dunyoni tashla. Sendan zerikmasdilla, sen uningdan zerik, ko'zingdan yo'qat. Sen uni tashlamasang, o seni tashlaydi. Uningdan zerikmasang, o sendan zerikidi. Erishib yana tashlab ketsa, jahonning nima keragi? O seni hamon tashlaydi, shunga sen uni tashla. Bu dunyoni qo'y, u dunyoni tiligin. U dunyoda mangu rohat ichida yasha. Buningdan texmi yaxshiraqi bor. Agar qo'lingdan kelsa, har ikki dunyoni izdima. Yur, ikki dunyoning egisini izda. Dunyo va oxirat, bu ikkisining nima hojati bor, uningdan so'ra. Töreldirgüchiga erishsang, törelganlar seningdir. Yaratquchini topsang, yaratilganlar seningdir. Yaratilgandan qo'rqma, uningdan hech narsani tilama. Yaratgandan qo'rq, uni yo'lakchi qil. Yaratgan egamga ibodat qilishni kayniga qo'yib, yaralganga xizmat qilmoq munosib bo'lamdi. Xizmat qilguvchi ikki narsadan boshqaga erishamaydi. Ya xizmeti yaraydı, beşi kötürülüdü. Ya ki xizmeti emgeklere yaramaydı, külleri ömrü behuda zayi boludu. Xizmeti yarasa, bey onu östürse, bunun yetişken günü özü erksiz boludu. Bazıda aç, bazıda tok yügreş gerek. Begi yazsa, o capa çekiş gerek. Eğer bu kılgan xizmetler layık görülmese, afsus ki, ömür bütünley zayi boludu. Xizmetçiga menfaat nima? Bunu ochiq ayt. Bu xizmetlarda qandoq lazzat bor? Xizmetçi qoidasini so'zlagan el hokimi nima deydi angla. Nazar salsang, baglarning ishi ta'tir bo'ladi. Shuncha ko'p xizmat qilsangmi, kishi darhol yaramay qoladi. Xizmati yarab qolsa, u o'ziga ariksiz bo'ladi. Xizmati yaramasa, kundan kunga e'tibordan tushadi. Ey ko'p xizmat qilg'uchi, xizmatga ishonma. Qilgan xizmating oxir beshingni egadi. Rozi bo'ldi deganda barbod qilib so'kadi. Chiroy echildi deganda g'azablanib qopiqini turadi. Uning qiliqlarini tugal bilib bo'lmaydi. Hamma oladiganni tamoman ep bo'g'ilib bo'lmaydi. Ey o'g'il, nazar sol, bu dunyo bo'rondek o'tib ketadi. U bir ko'langidirki, turadigan qarori yo'q. U ba'ayni sarobdir. Qarasan ko'zingga ko'rinadi, endi tutay deganda g'oyib bo'ladi, yo'qab ketadi.
Qara, bu davlat darajasi navbat bilan keladi. U qoshqun, bevafo, ham tez qeriydi. Endi bu dunyo menga kerak emas. Davlatmi? Uning kelish navbatimi kerak emas, ey mard yigit. Egamning yodi menga hamro bas. U so'yinchimga so'yinch. Uning yorliqi men uchun kifoya. Shodliqimga shodliq. So'yinch bo'lmasa, egamni so'yish kifoya. Düşmenim şeytandır. Şunun bilenle ilişimen. Tilekimni uningdan tilayman, uningdan ümit kütümen. Seğingan egem şu, uningdan şadlık görümen. Kiyimim qo'yyuni, yemekim arpa eşi bolsa kifoya. Demek dünya manga yeterlik, ey qarindosh. G'arlarda yashag'uchi taqvodor, mehribon kishi nima deydi angla. Dunyodan o'zimga tegishlikini oldim. Sök kepek tamıqım, qildim kiyimim qo'yyuni shu kifoya. Sök kepek manga shekardan tatliqdir. Bu bo'z ton men uchun yipak tonga tangdir. Har qanday yemek içmek qo'saq to'yg'ichi yeyiladi. Mayli arpa teriq bo'lsin, ochliqimni to'yg'izadi. Ey qarindosh, o'lmagidakli bir narsa yegin. Uydek yeb ketmagin, mizojing buziladi. Lazzat qo'g'lashma, lazzatning azobi qattiq bo'ladi. Lazzatlanish badaliga yetadigan o'rning cho'nqur patqoqliqdir. Ochiq-chuchuk taom galning lazzatidir. Gal lazzatini qo'g'lashgan kishi hayvondir. Yipak zar kiyim-kechaklar kishilar kiyadigan narsalardir. Badaningni yopsila bas qil, ey kishilarning yaxshisi. Qo'saq bir to'ysa 2 kunga yetadi. Kiyim kiysa 1 ton 2 yil chidaydi. Bu 2 narsa uchun men o'zimni qul qilib, bilib turib kishining xizmatini qilsam yarishamdi. Egiz arishdan taxtasrog'icha barliq mavjudot birdek muhtojlikda yashaydi. Faqat birli Xudo muhtojsizdir. U muhtojlarni bilguchi va shafqat qilguchidir. Ko'nglimni ixlos bilan bir Xudoga bog'ladim. Tiliguchi sifatida uning dilla tilak tilayman. Uning barligi shak shubhisiz menga ayon. Dilim bilan ishinaman, tilim bilan uni maqtayman. Barliqiga iqrorman, uyqusiz uni izdayman. Qayerdan tepishim o'zimgimi belgisiz. Uxlamay egamni izdayman. Nishonga erishiman-u, lekin o'zini ko'mayman. Tiligan uxlamaydi, tinmay izdaydi. İzdab topolmadim deb kayniga yonmaydi. Tinmay izdiguvchilardan uni topqanlar yo'q. İzdisammi topolmadim deb yonpashlab yotqanlar yo'q. Tiliguchi tinmasdan yugurishi kerak. Aram Xudo yotqanlar tiliginini topolmaydi. Tinmay izdiguchi nimalarga erishmaydi? Tinib yotsa, orzu tilakka kim yetalaydi? Oldi bilan u meni yaxshi ko'rib orzu qildi. Endi men tirishib uni izdemoqchiman. Avval u meni xolidi, u azal edi. Endi men butunlay uningga intildim. Mushundaq bir egamni qandoqmi yaxshi ko'rmayman. Uni izdab tepishqa nima uchun oldirmayman? U mening hojitimga, yolg'izligimga yaraydi. Balo qayg'u kelsa, u meni qutuldiradi. Oldi bilan u meni xolab tanladi. Shu sababdan men uni chin qalbimdan orzu qilaman. Meni u yaratdi, bu chin so'zimdir. U meni parvish qildi, o'stirdi. Xalqdan voz kechib, uningga seg'indim. U har jihatdan meni asraydi. O'zim yolg'iz qolganda egamning yodi kifoya. Qiladigan so'zlarimga egamning nomi kifoya. Ovunchim, panohim, yo'lanchikim, ishonchim, ochliqimni to'yg'izguchi ashu bir egamdir. O'zini pok tutgan, egasiga haqiqiy bog'langan kishi nima deydi angla. Ko'ngildagi sirimni sana ochaman. Tilak orzuyim bilan sana qarab uchaman. Ko'yinguchi, ovutquchi, yo'lak bo'g'ichi egam, hamma narsadan qo'l uzdim, sangala intilaman. U dunyodagi o'rningni bu dunyo belgilaydi. Bu dunyoni qo'ymag'icha u dunyoni kim topalaydi? Bu dunyoni tashlab
yüz örüp ketiş kerak. Shunda qilgandala oxiratlikka erishkili bo'ladi. Vafosiz dunyoga bakrak esilib olsa, mangulik dunyoga qandoq erishkili bo'lsin? Bu dunyo xatarlikdir. Uning sharbati o'g'idir. Barliq yemek içmekning sap pokizini izda. Bu dunyoning orzu tilaklaridan voz kechish kerak. Ondan oxiratning yaxshi o'rniga erishkili bo'ladi. Ey o'gdilmish, bu haqiqatni bilgin. Men sana o'z bilganlarimni aytib beray. Kishi 4 narsani tamoman tashlamaguncha boshqa 4 ishni yaxshi qilolmaydi. Bu dunyo ishlarini tugal tashlamaguncha oxiratning ishlarini qilolmaydi. Ey ishonchli kishi, ey qarindosh, kishilardan yiroqlashmaguncha Xudo ibodati bilan shug'ullang'ili bo'lmaydi adash. Havoyi havasning bo'ynini uzmigicha vujudingni to'g'ri yo'lga boshlayolmaysan. Dunyoning hamma narsalarini ko'ngildan chiqarib etish kerak. Ondan Xudoning so'ygisi yo'liga haqiqiy mong'ul bo'ladi. Musulmonlar uchun bu dunyo bir qo'nalg'udir. Qo'nalg'udir, rohat farog'at izdama, ko'nglingni tuzat. G'ayrat qil, vujudingga nasiba izdama. Shunda qilgandala to'g'ri yo'lga kira olaysan. O'tayotgan zamon kunlaringni behuda o'tkazma. O'tgan kunlaringga yana erishamaysan. O'tgan kunlar behuda o'tsa, keyin pushaymon qilasan. Ömrni zoya qilsang, uningga yana erishamaysan. Ana bilimi dengiz, o'zi kamtar, muloyim, ko'ngli yuksak kishi nima deydi angla. Shahardan shaharga ko'chgan kishi yuk taqlarini oldin avassa, ishini o'z saramjon qilgan bo'ladi. Ko'chmasdan avval yuk taqlarini oldin avatavassa, ko'chib borgandan keyin foydasini ko'radi. Yuk taqlaringni mayli avatmigin, o'zing baribir ko'chsan, bexud bo'lma. Mayli bag bo'l, mayli qul bo'l, uzun turolmaysan, chunki o'lim yo'lga chiqqan. Mayli 1000 yil yasha, mayli 18 yil yasha, baribir o'lasan, yaxshi nomingdan iz qoldirg'in. Mayli boy bo'l, mayli kambag'al bo'l, o'tgan yil oy kunlar umringni yeydi. Mayli beshing ko'kka yetsin, mayli buyuk atalg'in, kirib yotadigan o'rning qari yer qo'ynidir. Hayotga erishgan kishi ömrünü behuda o'tkazsa, o'zini o'tqa tashlagan bo'ladi. U hayvondan farqsizdir. Kishi esallikka erishgandimi ömrünü zoya qilsa, bu ko'rkamsiz, ma'nisiz yashaganlikdir, ey qarindosh. Ey qarindishim, sen men uchun qayg'urma. Ko'zingdan yosh to'kib, o'z qayg'ungni qil. Bu dunyoning ishlari bak to'zoqchidir. To'zoqqa diqqat qil, seni mahkam ilindiradi. Bugun sana davlat kelsa, orzuyingcha ish qil. Lekin uningga to'limi ishinib ketma, yana ketadi. O'limga bexud bo'lma, uni yiroq deb o'ylama. U kutilmaganda pistirmidan chiqqandek paydo bo'ladi. G'aflatda qolgan minglarcha kishini o'lim birdilla bosdi. To'plagan nurg'un dunyolarni o'lim chechib etdi. Ko'ngli sagak kishi nima deydi angla. O'limga bexud bo'lma, balasi tegidi. Qara, nurg'un o'yishqoqlarni o'lim parchaladi. O'lim esimga kelsa, ko'z yeshim buloqdek oqadi. Men deb ko'ksiga urg'onlarning birasimi qolmadi. Qo'shin askar va puxta qurollarmi foyda bermadi. Bexud bo'lma, tiriklik cho'qim o'tib ketadi. Kun zamonlar yetib kelmasga ketadi. Rohat farog'atga ovunib ketma, kunlaring zoyi bo'ladi. Bu baxtga ishonma, u qabih vafosizdir. Men buyuk deguchilarni o'lim tutdi. Men ulug' deguchilarni o'lim utib chiqdi. O'lim o'rda saroylarni, ko'pligan shahar kentlarni buzdi. O'lim qasr ayvonlarni, ming'ilgan o'ylarni xonavayron qildi.
Neçe minglığan tirikler öldü, yer tegiga kirib yo'qoldi. Ular bizning keladiganligimizni kutib yotmoqda. Ularga qarab baq, ko'zingni yo'g'on och. Bag nada, qul nada yotidi bilamsan? Ulug'luq o'limga kor qilmadi. O'limdan qochadigan kechik tepilmadi. Hurmatlik payg'ambarlarni o'lim ep ketdi. Uningga qarshi kim dori darmon qoral topalaydi. Bu jafokash dunyo ishonchsizdir. Qiliqlari vafosiz, qilmishlari qabihdir. Qandoq o'tkazsangmi, kunlar tez o'tib ketadi. Yaxshisimi, yomonimi va egrisimi, to'g'risimi hammasi o'tib ketadi. To'qlarimi o'tib ketadi, oshlarimi o'tib ketadi. Bakka yuz xotira qilmaydi yoki boy qulni ayirmaydi. Uning na rohat farog'ati uzun, na mushaqqati. Shunday ekan, muncha shavqin surang ko'tirishning nima keragi? Harakati bilan dili birdek bo'lgan, bilimi kang donishmand bak yaxshi aytgan. Odam ozg'ini yaxshilik bilan o'zini unutuydi. Osmon palakka yetgudak so'zlaydi. Qanchilg'an mag'rur shuhratlik arlarni o'lim bichit qildi, ko'ksini ezib ko'zini chiqadi. Sana chin mehribonligim oshi bo'g'achqa. Buni sana so'zladim, ey sehi. Kimdikim bu ahvolni haqiqiy bilsa, bu dunyoni hargiz o'ziga yaqin tutmaydi. Yigitlikimni yo'qotdim, yeshim ulg'aydi. Beshimdan ipor tusi ketib, kafur tusi qopladi. Ey odamlarning yaxshisi, bundan keyingi kunlar shubhisiz o'limga hozirlanish mazgilidir. O'lim qayg'usi keldi, shodlik ketdi. Bilginki, o'limdan keyin ishimiz qandoq bo'ladi? O'zim bu qayg'u alam bilan mashg'ul ekanman. Qandoqmi alik oldiga bora olayman, ey xushxuy. Alikka mendan foyda bo'lmaydi. Foyda yetkizsin desimi, foyda yetkizolmayman. Agar u dunyolik uchun meni xohlagan bo'lsa, meni o'z yeniga borgani hisoblab to'g'ri yo'lda mangsin. Qudratli Xudo odam o'g'lini ikki ish uchun yaratdi va nom berdi. U bo'lsimi davzaxga yoki jannatga bag qilish, qadrlik qilish yoki tovan pas qilish. Qadrlik qilishni xolasa, yo'l ko'rsatib berdi. Xor bo'lish yo'lini mo farqlantirib berdi. Banda o'z bandiligini ado qilishi va Xudoning tavfiqiga ega bo'lishi kerak. Agar banda Xudoning tavfiqiga ega bo'lsa, jimi yaxshiliklar uchun yo'l ochiladi. G'ayrat qilib ibodatni bejo keltirgandilar, andin ko'p yaxshiliklarning eshigi ochiladi. Mana mening biladiganlarim mushular edi. Bularni sana so'zladim, ey yaxshi do'stim. Sizlarga mendan foydali so'zlar kerak. O'zimga qaraganda so'zlarim yaxshiroq. Agar oxiratlikni izlasang, uning yo'li ana shu. Agar bu dunyolikni izlasang, o'zing to'liq bilasan. Palak sana yuzlandi, baxting keldi. Orzuying nima bo'lsa, shu kelaveradi, buningga ishon. Sizlarga foyda bergidek yaxshi ishdan boshqa menda yana nima bor, ey yaxshi do'st? Ali meni Tangriga topshirsin. Uning yaxshiligi uchun duogo'y bo'lay. Bilimimni so'rasa, ana shu bilganlarimni anglading. Nima deganligimni aytib ber. So'zimga amal qilinglar. Agar amal qilmasanglar, bugun ishonmagan ishlarning hammasi atilikka beshinglarga keladi. Ey bilimi dengiz. Bu so'z yaxshi aytilganki, buningga amal qilinsa 100 yo'riq bo'ladi. Qara, bu so'zim bugun sana tushdek bilinadi. Atilikka sana hamro bo'g'unini ko'rasan. Behud bo'lma, g'ayrat qilib so'zimga amal qil. Agar amal qilmasang, deginimga duch kelasan. Aligdin mening o'zrimni so'rab qo'y. Nima lozim bo'lsa, amal chorasini qil.
Sen kelip ketip mushaqqat chekding. Ajringni Xudo bersin, kundek yo'rib ketkin. Men uchun dilingni malol qilma, ey qarindosh. Yaqinligingdan meni sirtda qo'yma. O'gdilmishning o'dg'irmishga javobi. O'gdilmish javob berib shundoq dedi. Men endi haqiqat yo'lini tushundim. Sözünü anladım, zihin bilen düşendim. Gepim tügedi, endi sözüngü köndüm. Sözni to'g'ri so'zlading. Bu ishonchlik so'zdir. Buningdan boshqasining hammasi agri yo'ldir. Chinliq sen tarafda bo'ldi. Mening so'zim chaqchaq. Chaqchaqni qo'yib, chilliqqa bo'yin egiman. Endi men qaytay, sen omon esan qolgin. Ey ikki dunyolikqa bor topqur kishi. Xudo sana tavfiq, kuch-quvvat bersin qarindosh. Duoda unutma, ko'nglingdan chiqarib etma. Menimi Xudodan so'rab turgin, Xudo dilimni o'yg'itib, ko'nglimni yo'riq qilsin. O'gdilmish so'zini tugatdi, o'rnidan qopdi, xo'shlashdi va uy tarafga yuzlandi. Etini mindi, uyga qarab mangdi. Etidan tushib uyga kirdi, biroz dam oldi. Yeb ichdi va birdam xiyolga cho'mib dam oldi. Anglagan so'zlarini uzun mulohiza qildi. Quyosh yuziga qora parda tortdi. Dunyo yuzi bara-bara qora to'zonga purkandi. Rumi qizi cheki chochlarini tushirib, yuzini yopdi. Yer yuzi butunlay qora choch rangiga kirdi. Osmon butunlay zangi yuziga aylandi. Uchar qushlar tindi, harakat qilg'uvchilar to'xtadi. Tahorat elib, xubdan namozini o'qidi. To'shak silib yetishga hozirlandi. Ozroq uxladi-da, yana uyg'ondi. Ana, Zuhra yultizi tövenge ingishgan edi. Yana qaradiki, yuqori beshi tövenge ingishibdi. Sharqdan chayon ko'tarilib, yuqori o'rlabdi. Yana biroz yotdi, uyqusi kammidi. Qaravulga o'xshash ko'zini yummadi. Biroz vaqt xiyol surib, uyqusiz o'yg'oq yotdi. Osmon qirg'oqlari kafor rangiga kirdi. Osmon xuddi ambar purkigandek qorong'ulashdi. Yerdan qizil nayzidek quyosh nuri ko'tarilib, putoqlarini yoydi. Quyosh o'rladi. Yer yuzidan chang tuman ko'tarildi. 9 hol rang tug' yiqilishga boshladi. O'gdilmish o'rnidan turib tahorat oldi. Namozini o'qib duo qildi. Qizil nayzilik qalqan yerni qizartishga boshlaganda, o'gdilmish turib saroyga mangdi, to'p-to'g'ri ichiga kirdi. Ali uning kaginini angladi, kirishga ijozat berdi. U kirib Ali oldida qo'l qo'yishtirib turdi. Ali ishorat qilib o'ltirishga yer ko'rsatdi. O'gdilmish egri besiqliq va adab bilan ko'rsatilgan yerda o'ltirdi. Alining o'gdilmishga savoli. Biroz jim turgandan keyin Ali so'z boshlab shundoq dedi. Ey xushbe'il kishi, qani so'zla. Qarindishing nima dedi? Ishlaring qandoq bo'ldi? Tiliking nima bo'ldi? Do'sting kelamdi? O'gdilmishning Aliga javobi. O'gdilmish javob berib so'z boshladi. Nima deb so'zlashganlarini to'p-to'g'ri so'zlab berdi. İkkisining o'ttirisida bo'lib o'tgan so'zlarni tafsili Aliga bayon qildi. Ali biroz vaqt jim bo'lib qoldi, o'ylandi. Ko'ngli yerim bo'lib, ko'zlari yoshga to'ldi. Alining o'gdilmishga javobi. Ali dedi: "O qarindishing to'g'ri so'zlabdi. U aytgan degan so'zlar haqiqiy so'zlardir. Bugun biz o'zimizga zulm qilmoqdamiz. Uningga zulm qilib ranjitmoqdamiz. Bu dunyo o'tkinchidir, u hech kimga qanmaydi. Qolgan umr qanchalik, buni bilib bo'lmaydi. Shubhisiz mangulik dunyo cho'qim keladi. Rohatmi, jafomi uzoqqa so'zilmaydi. U yerda rohatga erishsa, o'rni yaxshi bo'lsa va yaxshi iz qoldirsa, o'zdir shu. O qarindishing tamoman sagakkan. Uni chaqirib bu yerga akilishimizni atayin.
Biz özümüz həvəsga tutqunmiz. Zamanlar və kunlar behuda o'tmoqda. Ko'ngli tirik kishi nima deydi angla. U sana yaxshi so'z qilib, pand nasihat berdi. Havoyi havas dushmandir. U agar g'olib kelsa, shubhisiz seningdan ko'ni o'chini oladi. Havoyi havas nafsi tirilsa, qalb o'ladi. Qalb o'lsa, toat ibodat qilib qoladi, ey o'g'il. Bugun bizning qalbimiz o'lgan o'xshaydi. Havoyi havasning nafsning bo'yni yo'g'inab ketdi. Ulug'luq, ustunlik va baxtlik kunlar uzun davomlashmaydi, ey ko'ngli tuz. Qarasang uning rohati oz, mushaqqati ko'p. Bosh og'rig'i, qog'ish so'kishlari xeyli ko'p. Dunyoni sinab yeshi ulg'aygan bilimli kishi bek yaxshi aytibdi. Ulug'luqqa ortiqcha mag'rurlanib kulma. Ulug' bo'lsang, bosh og'rig'i ko'p bo'ladiganligini bil. Qayerda shodlik bo'lsa, oxiri bir balo keladi. Qayerda rohat bo'lsa, ming xil jafoma billi bo'ladi. Alining o'gdilmishga savoli. Ali yana dedi: "Ey o'gdilmish, uni chaqirishdagi maqsadim mundaq edi. Meni yaxshilikqa da'vat qilishga sabab bo'lsa, dilim yashnab ketar edi, ey palvon." U qattiq turib oldi, bu yerga kelishga unimidi. Do'st birodar qarindoshlarining yuzini ko'rishga rozi bo'lmadi. Uning aytgan so'zlariga qarasa, hammasi to'g'ri. Endi uni zo'rlashqa bo'lmaydi. Sen o'tirdi yurib ko'p jafo chekding. Ko'p so'zlashding, jiq yo'lmangding, arding. Endi kutayli, qarab baqayli, ey sehi. Oxiri ahvol, vaqt fursat qandoq bo'ladi ekan? Kelgusining ishlari qorong'u tun ichida turgandek g'uva. Uni yo'ruq kunli yo'ritalaydi, ey yaxshi do'st. Zamonning o'qiyasi batlaylik turadi. Ba'zida foyda keltiradi, ba'zida ziyon soladi. Har qanday ishni Xudoning hukmiga qo'yish kerak. O'z vaqti kelganda putadi, yo'li ochiladi, ey sagak. Har qanday bir ishni qilib lazzat ololmasa, uni ma'lum vaqt tashlab qo'yish kerak, ey bilimi komil. Bu dunyoning xuy payli shundaqki, agar sen qochadi, tashlabasdan o'rilib sana qarab yuzlanadi. Ma'lum vaqt kutayli, uni sinab ko'rayli. Zaman kunlarining oxirgi ahvoli qandoq bo'ladi ekan? U bizni xolishi mumkin. O'ylab ko'rib, o'zi texmi yaxshi ish qila. Shu yerga kelganda Ali so'zini tugatdi. O'gdilmish o'rnidan turib, adab bilan sirtqa chiqdi. Bu so'zlardan keyin yana bir necha kun o'tdi. Ali o'yga cho'mdi. Ishning hamma tarafiga nazar soldi. Altmış 8. Kun tug'di Alining o'dg'urmishni 3-qatim taklif qilganligi aytiladi. Bir kuni Ali o'gdilmishni chaqirdi va "Sana yana bir ishni qilish lozim bo'ldi" dedi. "Chaqirsam qarindishing mening qishimga kelmadi. Men bu orzu tilakimga erishamedim. Men bu orzu qilgan tilakimdan kechdim. Endi tilakimga yetish uchun boshqa bir yo'lni tanladim. Qara, mening hozirgi tilakim mundaq. O'zim uning yuzini bir ko'ray. Men uning oldiga boray yoki u menga kelsin. Ziyoratimni u yo'riq yuzga aytqin. Mening oldimga kelib tarbiya va nasihat bersin. Ondan o'z o'rniga qaytib berib, o'z ishlarini qilsin. Menga foydasi tegsin, uningga ziyon bo'lmaydi. Qalbimdan hamma nopokliklar tozalansin." O'gdilmishning Aliga javobi. O'gdilmish javob berib mundaq dedi: "Bu haqiqatan dal joyida bo'lgan bo'ladi, ey qutluq zot. Ali xohlagan bo'lsa, bu ishni qilaman. Yorliq berilsa, yana uni taklif qilaman. Baray, uningga bu so'zni aytay.
Alik bormisun, men uni keltiray. Alik yana bir maktub yezib bersin. O'qib ishonsin va u muloyim bu yerga kelsin. Alikning o'gdilmishga javobi. Alik aytdi: "Endi maktubning nima hojati? Maktubga qaraganda sen ishonchliroq emasmi, ay zerak? Xat ishongili bo'lmaydigan odamga beriladi. Sendinmi ishonchli yana kim bor? Ko'p ishlarni ko'rib aqli yetilgan, yaxshi yog'mi beginimi deydi, angla. Elchiga ishonsa, maktubning nima hojati? Ishonchga ega bo'lganda ehtiyot choralarining nima hojati? O'z og'zing bilan so'zingni ayt, javobini angla. Yana maktub yozishning nima hojati zerak? Bu anchalik eg'ir kagudak, cho'chib yiroq qochqudak ish emas. Shunchalik so'zga maktubning yoki chora tadbirning nima hojati? Ay zerak, sen men uchun ham maktub, ham ishonch. Bu yerga kelib, men bilan ko'rishsin, andin qaytib ketsin. Zo'rlab tutib qolmayman, uningga arq beraman. Qara, seni mushu hojat uchun avataman. Yaxshilik bilan chaqirg'in, zo'rlama. U bu yoqqa kelmasa, men u yerga boray. Yuzini ko'rib qaytib kelay. O'gdilmishning Alikka javobi. O'gdilmish javob berib shundoq dedi: Xudo yor yo'lakda bo'lsa, bu tilak o'rindiladi. Shaxsan o'zim nayt g'ayrat qilib, bu orzu tilakingning o'rindilishi uchun tirishaman. Alik olilari omon esan bo'lsin. Xudo barcha tilak orzusiga yetkazadi. O'gdilmish o'rnidan turib sirtga chiqdi, otlandi. Uyga yetib kelib, to'nlarini yashdi. Quyoshning qizil mangzi o'zgarib, seriq tusga kirdi. Dunyo oltin rangidek sop qiyofatga kirdi. Quyosh yuziga seriq zafarang surtdi. Dunyo o'z rangini zangarga o'zgartdi. Osmon mashqlar qishidek qora bo'ldi. Dunyo zangi habashlar tusiga kirdi. O'gdilmish tomoqini yeb, tahorat ilib namoz o'qidi. O'rin selib yotdi, azroq uxladi. Seriq bulbul unlik sayridi. O'gdilmish cho'chib uyg'ondi, uyqusi kammadi. Bulbul ovoziga quloq selib biroz o'yg'oq yotdi. Bu ovozga maftun bo'lib, o'rnidan qopdi. Uyqusi qochdi, kecha uzunqo so'zilgandek tuyuldi. Kunning yo'rishini taqatsizlik bilan orzu qildi. Osmon kaygan qora ko'nglikini yirtdi. Chim pardasini ochdi, yo'riq yuzi ko'rindi. Quyosh o'rlab go'zal qizdek kulib qaradi. Dunyoning kungay ham taskay tarafi yo'ridi. Kun tug'ib yuqori o'rlab yuzini ko'rsatdi. Dunyoning barliq vodilari ham daryolarini yo'ritdi. O'gdilmish yana qopib tahorat oldi. Kiyim kechkina kaydi, namoz o'qidi, yaxshilik tilab duo qildi. Etini tutib mindi, bir xizmatchisini elib, xushal-xoram holda qerindishi tarafga qarab mangdi. U turgan yerga yaqin kelganda otdan tushib, darvozaga asta piyoda bordi. Qo'li bilan darvozani asta qoqdi. Qerindishi anglab o'rnidan qopib eshikni ochdi. O'dg'irmishning o'gdilmishga savoli. Ko'z oldida turgan o'gdilmishni ko'rib, "Ey qerindishim, sen ishni uzartibatding" dedi. "Nimishqi zo'mizo o'zingni qiynaysan? Nim uchun menga bunda qasdan yepishib olasan? Yur, uyga kirayli, so'zlaringni ayt. Sen nim uchun yana qaytib bu yerga kelding?" Bu ikki qerindosh billa uyga kirdi. Qerindishiga Zohid qopqini turdi. O'gdilmishning o'dg'irmishga javobi. Kagan qerindishi shundoq dedi: "Ey isil, qopqini turma, oldi bilan so'zimni angla. Sen aytgan so'zlarning hammasini kam kutsiz Alikka yetkazdim, tafsili bayon qildim. Alik so'zimni tushandi, hammasini angladi. So'zlaringni anglab ko'p hayron bo'ldi. Ey qarindosh, seni amdi o'z ixtiyoringga qo'yivatdi. Buningdan tashqari boshqa bir tiliki bor. Bu ish uchun meni sana elchi qilib avatdi. Sen meni uyaldirma ey Batur.
Her qandaq narsaning aniq chek chegarasi bo'ladi. Ishingni chekdan oshirib etma ey shavkatlik. Aqlliqlar nima deydi angla. Bu so'zning asosi hamma narsaga mos keladi. Har qandaq ishni chekidan oshirib etma. Chekidan eshib ketsa, u ish sendan qochadi. Har qandaq ishning munosib cheki o'z payti bo'ladi. Har qandaq narsa o'z payti bilan sog'lomdir. Ali hamda avvalgi talabidan kashdi. Seni bir ziyoratga chaqiradi, uningga yo'lak bo'l. Sen uning oldiga borgin, ya o sening qishingga kelsin. Yuzingni bir ko'rsin, ey qo'sqi kang kishi. Ey qarindosh, buningda sana ziyon yo'q. Manga hamdam bo'l, ey bag'ri tash. Ali o'zimi bir yaxshi sultondir. Kambag'allar, miskinlarga jini so'yinadi. O'dg'irmishning o'gdilmishga javobi. O'dg'irmish javob berib shundoq dedi. Bu so'z aqlga muvofiqdir, ey ko'ngli tuz. Musulmon qarindoshqa musulmon qayoshdir. Albatta bir-birini ziyorat qilishidi, ey dilimning yaqini. Bu so'zga tanbadim, bo'ynimni egiman. Bugun men uni ziyorat qilay. Buningdan avval men uning oldiga bormadim. Chunki u mendan o'ziga manfaat tilaydi. Uningdan kechib, to'g'riliq yo'lini tutibdi. To'g'ri yo'lga menmi kiraman, ko'ndim buni bil. Men Ali oldiga boray, Ali bu yerga kelmasin. Japoni men chekay, u chekmasin. Ali albegi xalqning ulug'idir. Uni ko'p hurmat qilish va qadrlash kerak. Adil yo'l tutib so'zini to'g'ri qilsa, elde yamonlarning izini yo'qota oladi. Aqlliq, egri besiq ko'ngli yuksak zot nima deydi, angla ey bilimi dengiz. Ra'iyatga begining yorliqi vojibdir. Cho'ng kichik hammasi uni anglab qadrlashi kerak. Bag mayli kumushga setib olingan hindu qul bo'lsa-mu, uning o'zini so'zini qadrlash kerak. Menmo Ali yorliqini qadrlayman. Ziyorat qilib uningga yaqin bo'laman. Yur, endi qaytqin. Aliga so'zimni yetkaz. Meni keladigan bo'ldi deb xabar qil. Yo'ruq dunyo yuziga parda tatqanda, ondan men u yerga boraman. Ey koni qadrdonim. Kunduzda kishilar meni ko'rsa agishidi. Mening haqqimda har xil so'zlab o'zini o'tqa atadi. Yur, endi qaytib ketib meni u yerda kut. Men seninkiga boraman. Yotmay biroz kutib tur. Oldi bilan sening yaningga boray. Nima qilish kerakligini ondan muhokama qilayli. O'gdilmishning o'dg'irmishga javobi. O'gdilmish xushal bo'ldi va mundoq javob berdi. Bu nihoyatda chiroyli ham xayrlik ish bo'ldi. Endi men qaytib Ali oldiga boray. Bu so'zlarni aytay, uqib xushal bo'lsin. Men ketgandan keyin sen so'zlaringni tayyorla. Va'da qilgan vaqtda u yerga yetib bor. Ikkilisi bir so'zga putishdi. O'gdilmishning chiroyi echilib, u yerdan chiqdi. Yana takror nasihat qilib dedi: "Ey qarindosh, va'dangni buzma, bog'in, ey dilimning yaqini. Quyosh yerga qaytib, yuziga parda tatqanda, dunyo yuzini ko'mir rangiga kirgizganda, seni uyda kutaman, meninkiga bog'in. Sen uchun tayyorlik qilib qo'yman." Etini minib to'p-to'g'ri Ali oldiga mongdi. Etidan tushib, ijozat so'rab Ali huzuriga kirdi. Uqqan so'zlarni Aliga yetkazdi. Ali xushal bo'lib, chiroyi echildi. Alining o'gdilmishga savoli. Ali dedi: "Bu ishning hammasi yaxshi bo'ldi. Uning aytqanlari so'zliginingdek rost bo'lsa edi." Ali yana so'radi: "Qaysi vaqt keladi? Uning bilan qayerda uchrashiman, ey bilurman?" O'gdilmishning Aliga javobi. O'gdilmish javob berib dedi: "Kechisi yo'ruq dunyo yuzi salpal qorong'ulashganda, u mening uyimga kelmoqchi bo'ldi. Sen qachon kelsin desang, shu chaqda oldinga keladi." Alining o'gdilmishga javobi. Ali dedi: "Jafo chekib xeyli ko'p yugurding. Xudo u amgikinga yarasha javob bersin. Mening bu dardimning davosi shu edi. Endi u mening ko'nglimni so'yindirdi. Sen uyingda kutgin,
kelse manga xabar qil. Men sana chaqırgıcı adam avatiman. Qerindishingni elib mening oldimga kel. Yüzünü ko'rib ziyorat qilay. Dana shuningga o'xshaydigan bir so'z aytgan. U tegi tahdidi nima deydi angla. Kishining ko'ngli doim orzuga yetishni tilaydi. U o'zini orzuga yetish umidi bilan bazlaydi. Agar orzu tilikiga tugal erishsa, shuning bilan ko'ngli ko'tariladi, so'zimi tugaydi. O'gdilmish albatta shundoq deb o'rnidan turib chiqdi. Uyiga yetib keldi-da, choy hozirladi. Quyosh yerga engishib yuziga parda tortdi. Dunyo yuzi qorayib, chang tumonga qoplandi. Dunyo qopiqini turib, qulluq tonini kiydi. Osmon shayton yuzidek o'ngib qaraydi. Barcha jonliqlar tindi, ko'zini yumdi. Tiriklar so'zi shavqun surallar besildi. Altmış dokuzuncu. Odg'irmishning o'gdilmish yeniga kelganligi aytiladi. Qara, Odg'irmish turib asta keldi. O'gdilmish uni kutib qarshi oldi. Salomlashdi, ondan qo'l tutishib ko'rishdi. Bu ikki muloyim kishi uyga kirishdi. Oldiga osh taom qo'ydi, ko'z oldida yegizdi. Alikka xabar qilish uchun kishi avatdi. Alik anglab darhol javob qaytardi. Ularga yaqinlik ko'rsatib oldiga chaqirdi. Yetmişinci. Kun tug'di Aligning Odg'irmish bilan ko'rishganligi aytiladi. Ikkilan o'rnidan turib Alig huzuriga kirdi. Alig ko'rib o'rnidan turib oldiga bordi. Oldi bilan Alig salom qildi. Zohid o'rnidan turib salomni ilik oldi. Alig Zohid bilan qo'l elishib ko'rishdi. Xushallik bilan kulib turib hol ahvol so'rashdi. O'ziga yaqin yerdan o'rin ko'rsatdi. Alohida mehribonlik bilan uni hurmatladi. Dedi: "Ey Odg'irmish, sen mushaqqat chekding. Bu yerga o'zing piyoda kelding." Odg'irmishning Alikka javobi. Odg'irmish javob berib dedi: "Seni ko'rish bilanla chekkan jafolarimni unutdim. Sening oldinga o'z orzuyim bilan keldim. Shunday ekan, men qandoqmi jafo chekkan bo'laman, ey Alik? Kishi o'z tiliki bo'yicha mangsa, cho'qim tilikiga yetidi, herib qolmaydi. Aql idrak bilan dunyoga dang chiqargan bo'ka yabg'usi nima deydi, angla. Ko'ngil orzu qilsa, yiroq yaqin bo'ladi. Kishi tilikiga albatta tez yetidi. Kishi chin ko'nglidan orzu qilib yo'l mangsa, u orzusiga yaqinlashib tez yetidi. Ko'ngil xolamagan har qanday yerga qadam bassa, u qanchalik yaqin bo'lsa-mo yiroqlashidi. Qadam tashlagan kishi jafo chekadi, lekin ko'ngil xolab mangsa jafo bilinmaydi. Ey Alik, sana ko'nglim xohishi bilan keldim. Bilginki, menga qandoqmi jafosi tekkan bo'ladi. Nazar sol, ko'ngil kimni so'ysa, xolisa, uya qancha yiroq bo'lsa-mo yaqin tuyuladi. Aligning Odg'irmishga savoli. Alik dedi: "Oldi bilan sendan so'raydigan so'zim bor. Shuningga javob ber. Mana sen ko'ngling xohishi bilan mening oldimga kelding. Va lekin bu ish qandoqlarcha bo'ldi, Botur? Bilasanki, salom qilishning fazilatini aytib ulug'. Kim oldi bilan salom bersa, fazilat yo'lini shu ochgan bo'ladi. Sen meni ko'rganda salom qilmading. Bu fazilatni va javobni nima uchun xohlamading?" Odg'irmishning Alikka javobi. Odg'irmish javob berib dedi:
Men bilib turib oldi bilan salom qilmadim. Salom kishi uchun salomatlik yo'lidir. Salom qilsa salomatlikning uli qurilgan bo'ladi. Salom kishi uchun tinchlik va aminlikdir. Salom qilsa keyin jon amin topadi. Buningga taqlidan munu so'z keldi. Bu so'zni angla ey tuz ko'ngil. Salom qilguvchi kishiga omonlik tilaydi. Salomni ilik og'uchi salomat bo'ladi. Salom kishilarning yomonligidan salomat saqlaydi. Salomga javob berguchi salomatlik kapolatiga ega bo'ladi. Ulug'lar kichiklarga salom qilishi kerakki, ondan barcha ishlar o'z yo'lida bo'ladi. Kichiklar cho'nglarning so'zini anglab amal qilsa, salomat yashaydi va balodan qutuladi. Kichiklar ulug'larning yomonlik qilishidan amin topsa, ulardan yaxshilikni umid qilib salomat yashaydi. Mendin alikka qandoqmi yomonlik tegsin? Men kichikdan cho'ng'i nima ziyon tegsin? Alikning barcha xalqqa qo'li uzun, qopqa turilsa, xolig'ini qila oladi. Qarab baq, avam puxra bakka oldin salom qilmaydi. Buning ma'nosi yuqorqilardekdir, ey bilimi yetilgan. Sen meni avval xizmatga jalb qilib, ko'p orzular bilan oldinga chaqirding. Başta men unumadım, sözünü tutmadım. Bu aldamçı dunyoga ishonmadim. U talabingni qo'yib ziyorat uchun meni chaqirding. Endi mana bugun keldim. Hozirgacha sendan ayminib turatdim. Mana saloming bilan menga omonlik berding. Yana avvalgi so'ziga yanamdikin deb sendan ayminib qo'rqib turatdim. Mana endi sana tamamen haqiqiy ishondim. Sendan menga faqat yaxshiliklar tegadi. Alikning o'zg'irmishga javobi. Alik shundoq dedi. Beg uchun degan so'zidan yenib olish bek yomon odatdir. Agar beg degan so'zidan yenib oladigan bo'lsa, ulug'liqqa va ustunlikka ega bo'lolmaydi. Tili yolg'onchi, xuy payli g'azablik bo'lsa, undaq kishi dunyoga hokim bo'lmasin. Yolg'on so'zlaydigan, qo'li quruq bo'lsa, u qandoqmi xalqqa beg bo'la oladi? Ta'limda buningdanmi yaxshiroq bir so'z aytilgan. Kim so'zidan yansa, baxtmi uningdan yanadi, qochidi deyilgan. Kishilarning yomoni yolg'on so'zlaydi. Yomonning eng yomoni va'dasidan yanadiganlardir. To'g'ri so'zlik kishi bek yaxshi aytgan. To'g'ri so'zlik kishiga Xudo ajr ato qilsin. Bek chin so'zlik, va'dasidan yanmaydigan, to'g'ri bo'lishi kerak. Sözüdün yenib oladigan kishini hisoblama. Erkak egizdan chiqqan sözüdün yanmaydi. Sözüdün yanganlarni xotin deb hesabla. O'dg'irmishning alikka javobi. O'dg'irmish javob berib shundoq dedi. Bu yaxshi odatlarga alik ega bo'ldi. Xudo qo'l ostingdagi allarni yanama ko'paysin. Bu yaxshi qiliq odatlaringni texmi kuchaysin. Beyler xalq ichida tanlangan kishilardir. Qiliq va so'zlarini o'zidek xil tutishi kerak. Bilimliklar bilim berib mundaq deydi. Bey yaxshi va to'g'ri bo'lsa, xalqi beyidi. Dunyo ishlarini boshdan kechirgan ko'p yashagan oqbosh mo'ysipit nima deydi, angla. Ey dunyo hukmroni, qiliqlaringni yaxshi qil. Baxt keladigan, yana ketadigan narsa. Tirishib, o'zingga yaxshi nom qoldir. Baxt sana vafo qilmaydi, seni tashlab ketadi. Ey qudrat egasi, yomonlik qilma. So'z harakatlaring bilan ko'p yaxshilik qil. Ulug'liq va baglik sendan yuz o'rigisi. Faqat yaxshiliklar sendan yuz o'rimaydi, ey botur. Bugun yaxshilik qozong'in, xalq yukini ko'tir. Zamonlar o'tib, kelgusida yaxshilik keladi. Bu tiriklik kunlari go'yo bo'ron shamolga o'xshaydi. Baxt ishonchlik emas, seni tashlab ketadi. Alikning o'dg'irmishga javobi. Alik aytdi: "Tushan ey bilimi ulug', sendan tilaydiganim shuki, menga yaxshilik yo'lini echib ber. Seni buncha vala ching turib chaqirishimning sababi shu orzu edi, ey ko'nglim to'qi. Menga endi pand nasihat bergin. Shuning bilan yaxshiliklarga qo'lim uzun bo'lsin. Atrofimda ko'p kishilar borki,
Ular egin gal avarchiligida yuridi. To'g'ri, chin mehribonlar yo'q, ey saxiy. Bu baglar barcha orzu tilikiga yetalaydi. Lekin o'z ko'ngliga siqqudek yo'lanchikka ega bo'lolmaydi. O'rdiga ko'plagan kishilar to'plangan. Menga foydali kishilar yo'q, ey bilimdan. Buningga taqlid qilib, bu beytda aytilgan ey saxiy. Tushunay desang, mushu beytni o'qigin. Odam deb yuradiganlarning soni ko'p. Kishilarga foydaliqini izdasang, u qani. Shundoq kishi borki, bir kishi 1000 kishining ishini qila oladi. Minglab kishi yig'ilsa-mu, uning ishini qila olmaydi. Ali yana aytdi: "Ey o'dg'irmish, sen Xudoning barcha fazilatiga erishding. Nomingga yarasha harakating kamolatga yetdi. Qutlug' Tangrim tilekingni tugal basun. Xudo bergan inoyatlardan meni bahramand qil. Ko'nglim tirilsin va nafsim o'lsin." O'dg'irmishning Aliga javobi. O'dg'irmish javob berib dedi: "Ey bag, sirtimga qarasang, kishilar maqtug'idek. Agar ishimni bilsang eding, ey dona, bugun meni 1000 qitim so'kib surgan bo'lar eding. Menga Zohid degan nom berilgandan buyon, bu nom menga toat ibodat balosi bo'ldi. Qara, meni hammadan mahrum qilg'ichi shu nomdir. Bu nom uchun mening nafsim bekitilgan holda turadi. Kishilar ko'gidek qilib do'konimni yaxshi bezidim. Lekin bu do'konda foyda yo'q, elib sotadigan narsam yo'q. Ey Ali, sen kishining sirtini ko'ma. Kishining ichiga, uning yo'shirin ishlariga qara. Qog'inning sirtqi posti qanchalik ko'rkam bo'lsa-mu, puriqi, shakli, rangi chiroyli ko'rinsa-mu, ichining ta'mi bo'lmasa, u qog'in bo'lmaydi. Uni sirtqi cho'rib tashlash kerak, ey sigon. Dili o'yg'oq kishi nima deydi, angla. Ichingni beza, sirtingni bo'yab paqratma. Hamma narsaning ulug' vorligi ichidan bo'ladi. Ichi yaxshi bo'lmasa, sirti hech nimaga yaramaydi. Alining o'dg'irmishga javobi. Alik javob berib dedi: "Ey pok inson, ishingmi, teshingmi hammasi tuzukkan. Bu dunyoni tashlab o'z yukingni yengillatding. Men bo'lsam uningga ilindim, egri yuk yutdim. Bu dunyoning ishi meni mashg'ul qildi. Xudo ibodatiga yetishamay o'taman. Menga pand nasihat bergin, uningga amal qilay. So'zlaring menga qutatsin, haqiqiy ravishda poklanay." O'dg'irmishning Aliga javobi. O'dg'irmish javob berib dedi: "Ey begim, har xil yaxshiliklarga sen yaxshilik bilan yetishkin. Xudoning qullari ichida mendunmi yomonroqi yo'q. Boshqani undoq bilma, ey bilimi daryo. Ey Ali, agar Xudoning qullari ichidan yomonroqini izdasang, u faqat men bo'laman. Mening so'zlarimning qandoq foydasi bo'lsin? Nasihatlarim sana foyda keltiralamu? Buning ustiga men egandan umid uzmadim. Gunohni afu qilg'ichi udur, ashu bir egamdir. Gunohini bilib afu qilishni o'tingan gunohkor qul nima deydi, angla. Men sening gunohkor, jafokash, yomon qulingman. Nazar solsang, butun turgan putkunim gunohdir. Sendan boshqa seg'inadigan egam yo'q. Gunohimni afu qilgin, baxt bilan yo'ligin." Alining o'dg'irmishga javobi. Alik javob berib dedi: "Ey sagak, mijoz xulqingni Xudo yaxshi fazilat bilan bezabdi. O'zingni yomon deb bilgining uchun xalq ichida ixtiyorsiz yaxshilik topding. Dilingni, tilingni pok tutding, o'zingni pok bo'lding. Menga tarbiya bergin, so'zing foydali bo'lsin. Ey yaxshi xulqliq, barliq ishlari chin kishi, menga mehribonlik bilan pand nasihat bergin. Xudo barcha yaxshilikni sana ato qildi. Menga bu yaxshilik yo'lini och, ey shuhratlik. Ey yaxshi kishi, endi menga nasihat qil. Xudo sana oxiratda yaxshi javob bersin."
İrpon elektron şirketi turlik lug'atlarni chiqarib til boyligingizni oshiribla qolmay, bu xil asarlar bilan odam bo'lishning epini o'gitib, dil boyligingizni ovundirmoqchi. 71. O'dg'irmishning alayga nasihat qilganligi aytiladi. O'dg'irmish javob berib dedi: "Ey Ali, Xudo seni barliq tilekingga yetkizsin. Bu mash'um kavak dünya, konu dünyadır. Neçe begni qiritdi, lekin özünü qiritmedi. O senin de köp beylerini söyüp ötküzüp etti. Emde sanama heris boldi, lekin senime taşlaydı. Sen onunla haqiqiy köңlüngni bağlamagın. O haqiqatan vapa qilmaydı, ümitni üz. Mening pand nasihatlarimning kereki nima? Bu zaman nasihati sana küpaya ey tirik. Senden burun cahan so'rag'anlar qani? Ularning qanchasi ketdi? Kuch qudrati qani? Ular qayaga ketdi? Nazar sol, o'ylan. Sana mu u yoqqa boradigan kun yaqin. Sana amdi baglik martabasi nisib bo'ldi. Sen mi uzun turmaysan, hozirlik ko'rib yur. Ularga nima foyda bergan bo'lsa, bugun sen mi shuni qil, keyin lazzatiga erishsan. Ular o'lim paytida nimaga pushaymon qildi? Sen shuningdan yiroq tur, yaxshilikni tila. Bilimlik dona nahayt yaxshi aytgan. Bilimlikning so'zini unchi yaqut degulik. O'lganni ko'rganlarmi tirik qolmaydi. O'limga hozirlan, paylingni qo'pol tutma. Ey o'limni bilguchi va g'aflatda yurguchi. Bu tiriklik o'tib ketadi, o'z hassangni ol. Bexud bo'lib yurguchi ey orzuning quli. O'limga sal qarama, bir kun seni og'ili keladi. Bugun o'tkazgan kunlaringga qarab baq. Hammasi bir tush bo'lib qoldi, aql bilan o'ylan. Agar sen yaxshilik qilgan bo'lsang, o'zing uchun mangulik ajr qilgan bo'lasan. Agar hayotingni behuda o'tkazgan bo'lsang, kech kunduz uxlamay, pushaymon, nadomat chek. Orzu qilish bilan mangulik hayotga erishgili bo'lmaydi. Yigitlik kuch-quvvati hargiz yenib kelmaydi. Sen ega bo'lgan fursatning hammasini zoya qilma. O'limga tayyorlan, ibodatga oldirig'in. Ey Ali, nazar sol, sendan avval otang elde to'liq hukmronlik qilgan bag edi. Xazina hashamat va lashkar egisi bo'lib, orzusiga erishib bir necha vaqt yashadi. Oxiri o'lim tutib uni ep ketdi. Uning yuksak danqi foyda bermadi. Otang o'ldi, ketdi. Sana pand nasihat berdi. Otining pand nasihatini tutsang, sana qand shekar bo'ladi. Buningga o'xshab ketadigan munu so'zni angla. Esingda tutsang foydasi bo'ladi va ko'z bo'ladi. Otang mayli qaysi vaqtda o'lgan bo'lsin, sana aytqini shuki, ey o'g'lim, ko'zingni och, o'yg'on. Meni o'lim tutdi, ketayotaman. Sana mı növbet keladi, o'zingdan keyin yaxshi nom qoldirishga tirishqin. Otaning, onaning o'limi tamoman o'g'il qiz uchun pand nasihatdir, tushunib o'zlashtir. Otangnimi, onangnimi o'lim qo'yib etmedi. Payt kelganda senimi qo'yib etmaydi, ko'zingni och. Dunyo ularga qarshi jafo qildi. Bu qiliqini tuzitib sana vafo qiladimi? Tiriklikni qadrla, zarur ishlarga sarf qil. Kishilarga saxovat qil, mol va savoblik top. O'tayotgan kuningdan keraklik narsangni ol. Zaman seni ep ketadi, tayyorligingni qil. Sen xalqning shuncha valo yukini ko'tirding. Sagak bo'l, g'aflati qilma, o'ylab ish qil. Bir top osh bo'rilar atrofingga to'plandi. Qo'ylaringni bakqo'da, ey botir hukmron. Elingda biror kishi tunugun osh qolgan bo'lsa, uni Xudo sendan so'raydi, ko'zingni och. Ey Ali, bugun mash'aldek yonmoqdasan.
Lekin yo'ruqligi boshqalarga tushidi ey muloyim. Hayoting oxirlashsa, yeshing cho'ngaysa, bu kishilaring sana nima manfaat beradi? Kishilar uchun o'zingni o'tga atma. O'zingni zo'mizo o'tda ko'ydirma. Ulug'luq, buyuklik, baylik hammasi o'lim kelib ishkingni ochsa qilib qoladi. To'g'ri bo'l, adil qonun yurgizgin. Shunda qilsang, baylik uzun puttirab turalaydi. Ulug' donishmalla ajoyib yaxshi bilim bergan. Bu so'zga amal qilib shu yo'l bilan mang. Baylikning ulini mustahkamlashni xohlasang, qonun chiqa, adolat yo'lini tut. Yana bir dunyolikqa ega bo'lay desang, adolatni tutqin, so'zim tamom. Ey men bag deguchi, ko'nglingni cho'ng tutma. Dunyo va davlat vafosizdir, uningdan voz kech. Bu dunyoning baxtiga bakmi ishinib ketmagin. Uning qiliqi vafosiz, o'zi ishonchsizdir. Ey Ali, bu qasr saroy o'rni sana nisib bo'lgan bir qo'nalg'idir, buni bil. Sendin avval qila bu yerda qo'nib o'tgan. Ular bu qo'nalg'ida yerlashmadi, udul ketishdi. Bu o'rdi joylar endi sana nisib bo'ldi. Yük taxlaringni o'zingdan avval avatibet. Bugun bu yerda qasr saroylarni yasama. O'tayotgan yil oy kunlar senimi qo'ymaydi, ep ketadi. O'zingning yotadigan o'rning aniqdir. Qara, shu o'rinni yaxshilik bilan zinnatligin ey shuhratlik. Bu o'rda saroyni bugun mening deb bilyapsan. Haqiqiy o'ylab qarasang, sening emas. Bu o'rda saroy sana nima deydi angla. Diqqat qilsang, faqat chin so'zlaydi ey qahramon. Buni sen mening davatsan. Nimishqa shundoq deysan, nimishqa sening bo'ladi. Sendin keyinkilar seni chiq deydi. U yerda navbat kutib turadi va mening deyishyotadi. Ey dunyo begi, bu dunyo bir zindondir. Zindon ichida g'am qayg'udan boshqa hech narsa bo'lmaydi. Zindonda ortiqcha shodlik tilama. Shodlik va oromlik joyi faqat jannatdir. O'tkinchi rohatni rohat deb hisoblama. Bu vaqtlik shodlikni shodlik deb atama. Qandoqli bo'lmasin, bu davlat uzun turmaydi, qochadi. To'plagan mol dunyolaringning hammasini chechib etadi. U dunyoni abadiy hayotlik o'rni bil. Bu dunyoning narsalarini tashla, uningdan yuz o'rigin. Rohatni tashla, mangulik orzularni tila. Bu mangulik rohat mushaqqat bilan keladi. Xudoning fazilatiga bir qara, o'ylan. Qanchilgan yaxshiliklarni qildi, yaxshiroq nazar sol. Ko'pchilik xalq ustidan qo'lingni uzun qildi. Tilak orzuyingni berdi, til so'zingni ravon qildi. Xudo sana o'xshash vujudi bor qo'llarini sana muhtoj qildi. Hammasini ko'ryapsan. Bugun buningga shukr qilish kerak ey hukmdor. Xudoning bandalariga muloyim va yaxshi bo'l. Tangri seni adolat uchun tikladi. Adil bo'l, adolat bilan tur. Hamma ishlarni aql idrok bilan ishla. Havoyi havasga berilma, ko'nglingni tirik tut. Barcha xalqingga mehribon bo'l. Cho'ng'imi, kichikkimi o'xshash adolat qil. Xalqning xuy payli aynib buzilsa, ko'rib turib qo'yib etma, tuzat, yo'l qo'yma. Bilimi dengizdek kishi nima deydi angla. Har ishni bilim bilan qilib, yuzingni yo'riq qil. Bugun hamma narsa yaxshi bo'lsin desang, o'zing yaxshi bo'l, ey alning ulug'i. Barliq bulg'unishlarni tozalayman desang, oldi bilan o'zingni tozala, ondan xalqing tozalanadi. Bu bagla boshdir. Bosh nega bo'lsa, barcha agashgan kishilar uning kaynidan mangadi. Xalq buzilsa, uni bagla tuzaydi. Agar bag buzilsa, uni kim tuzaydi? Sen o'z qiliqlaringni tuzat, harakatingni to'g'rila.
Ondan xalqning qiliqlari tuziladi, sen xotirjam bo'lasan. Sen o'zingga yarashadigan ishlarni qilishni xohlasang, yaramaslarga yaqinlashma, so'z tamom. Yamonga qo'shilma, fitna fasoddan yiroq tur. Bu ikki qiliq bilan kishining yuzi qora bo'ladi. O'zing yaramas, yomon narsalarni xohlasang, yaramas ishlarni qilma, qat'iy so'zim shu. Rahatga berilma, ichimlik ichma. Bu ikkisi bir dengizdir. Uning kechki yo'q. Huy paylingni to'g'ri tut, harakating muloyim bo'lsin. Aql yo'l boshlig'iching bo'lsin, bilim kengashching bo'lsin. Diling bilan tilingni to'g'ri qil, fazilating ulug' bo'lsin. O'zingni unutma, yo'lingdan adashma. Ko'nglingni cho'ng tutma, takabbur bo'lma. Qo'shin xizmatchilar ko'p deb ko'ksingni kerima. Qanchilg'an botur, takabbur, gidaygan kishilarni o'lim yaga ko'mdi. Tuproq ustini yopdi. Bilimlik yetilgan kishi bek yaxshi aytgan. Bilimlikning so'zini tutsang, barcha ish yaxshi bo'ladi. Xazinam ko'p deb mol dunyolaringga mag'rurlanma. Hashamatim, qo'shinim ko'p deb ko'ksingni ko'tirma. Kuchiga mag'rurlanib ko'krak keriguchi oxiri bir pashiga amal qilanmadi. İşte g'azablik bo'lma, ochiqingni bas. Agar ochiqing kelsa, kekash bo'lib ol. Din ishlaridan boshqa ishlarga oldirma. Oldirab qilgan ishda kishi foydaga erishamaydi. İn'am berish to'g'ri kelsa, oldira vaqtida ba. Jazo berish va qamchilashda egri besiqlikni tanla. So'z va harakatingni ho'diqma, oldiraqsan bo'lma. Savr qilgan kishi muloyim deyiladi. Sehiy bo'l, xalqqa mol taqitib ba, yegizgin, bexil bo'lsa, bagla o'z nomini buzadi. Qo'pol so'zlamaslik, o'zni ching tutish kerak. Qo'pol so'z kishilarning ko'nglini tez sovutadi. Barcha kishiga shirin til bilan so'zla. Ochiq chiroy, yo'riq manglay bo'l. Sen xalqning sarxili, harakatingmi sarxil bo'lsin. Diling bilan tilingni to'g'ri tut, ish harakating to'g'ri bo'lsin. Avam yaxshi bo'lsa, uning yaxshiligi o'zi uchun bo'ladi, ay xalqning ulgusi. Agar bagla ish harakatini yaxshi tutsa, hamma yaxshiliklari bilan algi ming xushallik beg'ishlaydi. Agar baglarning xuy payli yomon bo'lsa, yomonlar kuchaydi, yaxshilikning izini yo'qotadi. Yomon bo'lib, nomingni yomon qilmag'in. Yomonlarni bosqin, ularga yo'l qo'ymag'in. Yomonlik zahardir, bu zaharni yema. Zahar yeguchining hayoti xarob bo'ladi. Kim aqlliq bo'lsa, shuni yaqin tut. Bilimlikning so'zini angla, haqqini ba. Ishonchlik, chin, to'g'ri va yaxshi nom chiqargan kishilarni o'zingga yaqin tut, ularga ishingni topshir. Bu aldamchi dunyoning qiliqlari vafosiz, jafoliq. Bexud bo'lma, hushyor bo'l, uning yo'li bak tayg'oqdir. Qara, u bezinib, jilva qilib ko'nglingni oladi. Ko'nglingni bergandan keyin yuz o'rib tashlab ketadi. O'limingni unutma, g'am qayg'uni qisqa qil. O'limning hujumiga uchrama, ey baxtlik hukmdor. Ey Ali, g'aflat bilan uxlama. Bu baglik bilan mast bo'lma, ey muloyim. Bugungi halovatga aldanma, o'ylan. Oxiratlik halovatni izda, yaxshi o'yla. U dunyoning shodligi uzun, halovati ko'p. Halovat bo'lsa, ana shundoq bo'lsa muvofiq bo'ladi. Halovat yaxshilikni xohlasang, yur, yaxshi bo'l. Ko'p noz va ne'matlar ichida mangu yasha. Bilimga ega bo'lgan, bilim bilan aldi hurmat qozongan kishi nima deydi, angla. Xudo izzat bersa, uning oxiri bo'lmaydi. Ko'p rahim shafqat ichida halovat ko'rasan. Agar sen mag'rurlansang, xo'rliq muqarrardir. Xo'rlanish azobiga kimmi toqat qila oladi? Ey Ali, bugun o'zingni tebib deb hisobla. Xalqning hammasi og'riq, sana muhtojdir.
ba'zisi zulm mushaqqat ko'rgan, ba'zisi kambag'allik bilan alam chekkan. Ba'zisi och, ba'zilari yalang'och, ba'zilari bo'lsa qayg'u bilan nadomat qilmoqda. Qara, bularning davosi senda. Dori darmon bilan davola, tevib bo'l. Agar sen dori darmon bilan davolamasan, xalq hayotining ofiti bo'lasan. Oxiratda bir Xudo sendan so'raydi. Javobini tayyorla, o'zingni xalos qil. Hayot tez o'tib ketadi. Baglikmi qoladi? Sana zörür bo'g'ini yaxshi nomingdir. Ey Ali, bu dunyo bir terilg'i etizdir ki, nima terisang, qo'lingga shu tegidi. Yur, yaxshilik qil, yaxshilik uruqini terig'in. Buningdan sen mangulik yaxshilik topsan. El boshqurgan dona hokim, el ishlarining yo'lini biladigan bag nima deydi angla. Ey bag bo'g'ichi, ey xalqning ulug'i, diling bilan tilingni kichik tut, o'zingga foydaliq. Ey elga bosh bo'g'ichi, qo'li ustun hukmdor. Hamma ishda oldi bilan bilimni ishga sol. Har xil, har turlik ishlarni bilim bilan ishligin. Hamma ko'rkam ishlar bilimdan keladi. Bu dunyo kelib ketguchidir. U hargiz turmaydi. Sen yo'qolmaydigan bir yaxshilik qil. Dunyo qoladi, tug'ilganlar oxir o'ladi. Yomon bo'lsa-mu, yaxshi bo'lsa-mu, nomi qoladi. Yomonga qaytilma, yomon ko'ydiradi. Noming yaxshi bo'lsa, yaxshilik izi qoladi. Ey Ali, sagak o'yg'oq turishga tirishqin. G'aflatda qolgan kishiga boshqalarning ziyni tegidi. Baglikning negizi ehtiyotchanlik, sagaklikdir. Yana bir dunyoni xohlasangmi, shuning bilan erishsan. Bexud bo'lma, bexud bo'lsang baglik ketib qoladi. Bexudlar har ikki dunyoda nadomat chekidi. O'zingga dushman tepib olma va qon to'kma. Bu ikki gunoh uchun jon chiqqanda faryod cheksan. Haromga aralashma, o'zingni ching tut. Haromni yeguchining o'rni jahannamning tegidir. Barcha odamlarga mehribon bo'l. Kishilarning ziynini ko'zlama, yo'lingdan ozma. May ishma, fitna fasodlarga qaytilma, yiroqdir. Bu ikki ish saroy o'rda qal'alarni buzudi. Tug'ilgan kishi o'lim uchun tug'iladi. O'lguchi kishi nomi bilan iz qoldirib ketadi. Bu bir tutam hayot tugaydi, oxirlashadi. Yomon bo'lsa-mu, yaxshi bo'lsa-mu, nomi qoladi. Bu dunyo seni bazlab tavirtidi. Bexud bo'lma, g'aflat seni uxlatib qo'ymasin. Qara, kishini uxlatadigan g'aflatdir. Uxlagan odam ish kuchlarini tashlab qo'ydi. Kishida har xil g'aflat bo'lmagan bo'lsa edi, u farishta bo'lib ibodat qilgan bo'lar edi. Bilimlik bu so'zni bak yaxshi aytgan. Buni tushungin, ey bag'ri kang. Xushallik bilan ayshi ishrat hammasi g'aflatdir. Afsuski, bu g'aflat bilan kishi o'zini yo'qotadi. Bexud bo'lma, g'aflat uyqusi seni uxlatmasin. Ya Rabbim, bu g'aflat uyqusidan o'zing saqla. Elingda ko'z quloqingni eshitib qil. Hamma kishiga shafqatingni yetkaz. Xudo oxiri sendan so'roq savol so'raydi. Xudoning so'roq savoli hammaga yeyilgan to'zoqdir. Nazar sol, taqvodor kishi nima deydi? Taqvodor so'zini tutsa, ish rivoj topadi. Ey erkin yurguchi, xalqning o'ktimi. Xudoning so'roq savoli bor, tadbiringni tayyorla. Ey o'z maylichi yurguchi gunohkor meyib. Xudo bir kuni seni so'roq savol qiladi. Ey behudilik bilan maishat qilg'uchi,
Hesap berishga tayyor bo'l, chiqish yo'lini top. Qara, Xudo hammasini so'raydi, hisob oladi. Qutuladigan yering bormi? Kechib boqqina qani. Ey Ali, qilich, qamchi seningda turadi. Bu qamchilar, bu jazolar yomonlar uchundir. Yomonlar yomonliklarini tashlamasa, senmi jazo berishni tashlama, jazo qoralini ching tut. Yomonlar qamchi yebmi tuzalmasa, o'zingni imkon qadar ulardan qo'g'da. Alik yomon bo'lsa, dunyoni buzudi. To'sib turg'uchisi bo'lmasa, yo'ldan azadi. Yaxshilarni qadrla, yaxshilik yetkuz. Shunda qilsang, xalq yaxshi bo'ladi, ey shavkatlik. O'yinga berilma, o'zingni aya. Rohat farog'atga eris bo'lma, kuning oz qoldi. Qonunni adolat ustiga o'rnat. To'g'ri qonun bilan baylik qad ko'tarib tura oladi. Kuchingning yetishicha g'ayrat qil. Behuda ish qilsang, o'zir so'rab tur. Xalqqa boshchilik qilib qonun bilan aldidan chiqagan kishi nima deydi, angla. Ey bey, taqting yetkicha g'ayrat qil. Xalqqa adil bo'l, tegishlik hassini ba. Agar kamchilik yuz bersa, o'zir so'ra. Tiling bilan har kuni tavba qil. Xazinangga oltin kumushni ko'p to'plama. Nima bo'lsa kishilarga bagin ko'p ulashtir. O'lim tutsa, boyliqing sendan keyingilarga qoladi. O'g'il qizlaring yomon ishlar uchun sarf qiladi. G'ayrat qil, tirikligingda mol dunyoni tez sarf qil. Hisob berishdan qutulg'in, o'zingga savoblik top. Xalq ichida yuksak, kishilarning yaxshisi xalq begi bak yaxshi aytgan edi. Ey xazina to'plug'ichi jahon baglari, xazinangni o'zingdan keyingilarga qoldirma. Rohat farog'at aynib ketadi, hisobi sana qoladi. Hisob berish sana yuklanmasin, ey esil mo'ysipit. Ey boy bo'g'ichi, xalqning sarxili. Boyliqingni kang taqitib, ko'p savob ol. Vafosiz dunyoga ko'ngil bog'lama. Oxiri sana jafo qiladi, uningga berilma. Ey xalqning oldida mang'uchi bey. Bu beylikni boldurroq tashlab, o'zingga o'rin hozirla. Ey oshko'z, tamaxo'r, xiyolparast kishi. O'lim yoqangni tutmasda boringni beravat. O'lim yoqangni tutsa, oxir bu mol dunyoning foydasi yo'q. Mollaring qoladi, rohati sana bo'lmaydi. Oz yegin, ey Ali, ko'p ibodat qil. So'zni oz qilib, barliq fazilatlarni o'rgan. Kambag'al, tul yetimlarga nazar sol, yo'qlab tur. Bularni avaylasang, haqiqiy adolat qilgan bo'lasan. G'ayvatxo'rlarni o'zingga yaqin yo'latma. Cheqimchilardan o'zingni yiroq tut, ulardan saqlan. Bundaq kishi kishilarning ziyonkashlaridir. Kishiga ziyonkashlik qiladiganlarni sen dushman bil, dushman. Oshko'z kishilarga elda huquq berma. Shubhilanmaginki, ular ro'naq topgan elni buzudi. O'zingni davzaqdan yiroqlashtirishga tirishqin. Ko'p yaxshilik qil, Xudo seni qo'g'daydi. Bugungi kuningdan oxiratdagi kuning, oxiratdagi tuning hammasi yaxshi bo'lsin. Bilimlik, xushbe'il kishi yaxshi aytgan. Qiladigan ishlaringni so'zma-so'z yozgan. Bugun uchun oxiratda so'roq kuni bor. Oxiratni o'ylasang, to'g'ri yo'lda yur. Bexud bo'lma, sagak tur, uxlama, o'yg'on. Uyquliq ko'zingni o'yg'oq tut, uyquni tashla. Dinning doli bilan dunyoning doli qarama-qarshidir. Ikkisining yo'li bir-biriga yaqinlashmaydi, bir-biriga zid. Dinning dunyo bilan birikishi qiyin. Bu ikkisi qo'shmaydi, buni bilish kifoya. Birsi yaqinlashsa, yana birsi qochadi. Ikkisini birga tutsa, kishi yo'ldan ozadi. Dunyoni bo'ron chopqin, yomg'ir deb hisobla.
keludida ozroq guldirlaydi, lekin tezli jimiqidi. Baxt kelib hammani ishking oldiga to'playdi. Ko'ngil bog'lasang, hammasini boshqaga berib etadi. Endi boy bo'ldim deganda kambag'al qilib etadi. Qadrlik bo'ldim deganda tuproqdek qadrsiz qilib etadi. Dunyo to'qliqining hammasi ochliqdir. Rohati shodliqi bo'lsa jafodir, qara. Ey Ali, nafsingga qarshi qattiq jang qil. Nafsning tilikini o'rindima, huzur ko'rsatma. Hammadan yomonroq dushman shudir. Uningga yaxshilik qilsa, u yomonlik qiladi. Vafo qilsang, uning badaliga beradigan javobi jafodir. Jafo qilsang, ondan sana vafo qiladi. Nafsingni xo'rlasang, o'zing aziz bo'lasan. Biliming bag, aqling xon bo'ladi, qara. Bu dunyo bir dushman, nafsingmi dushman. Bu ikki dushmanning tozoqlari quruqliq turadi. Bu baxtingga mag'rurlanib, ko'nglingni cho'ng tutma. Tiriklikka to'limi ishinib ketma, umidni uz. Buyuklik, ulug'liq o'tkinchidir. Bu davlat o'timi bir kuni o'chidi. Esil ulug' kishi nima deydi, angla. Mehribon kishining so'zini tutsa, foydasi ko'pdir. Bu baglik bilan sen ko'ksingni ko'tirma, ortiqcha ko'krak kerib ketma, o'zingni saqla. Bu arzimas dunyoni tashlandiq narsa hisobla. Xudo u dunyoda ko'p nozin ne'matlarni beradi. Ey Ali, uch xil kishining noit tanlanganini izla. Ondan keyin bu uch kishiga ishingni topshir. Bularning biri qozi. U zirak, pok, taqvodor bo'lishi, xalqqa foydasi tegishi kerak. Ikkinchisi xalpat. U ishonchlik, chin bo'lishi kerak. Shundoq bo'lganda xalq halovatga erishidi, baxtli yashaydi. Uchinchisi vazir. U bek tanlangan bo'lishi kerak. Xalq nima kelsa, shuningdan keladi. Bu uch ishni qiladigan kishilar to'g'ri, adil bo'lsa, xalq halovatga yetadi, kunlari yo'riq bo'ladi. Eling ro'naq topadi va xalqing beyiydi. Shu chaqda sana yaxshi duo qilinadi. Bu uch ishdagi kishilar yaramsiz bo'lsa, butun elning ishlarimi yaramsiz bo'ladi. Buningga taqlid qilib, munu so'zlarni aytaman. Bu so'zlarni anglag'in, ey xushchiray. Bagni tutib yetakligichi vazirdir. Bagning elini, ordisini, nomini mashhur qilg'uchimi vazirdir. Agar vazir chulvurni ta'turisiga yetaklasa, hamma ish ta'turmang'idu, bu mening ko'z qarashim. Bu dunyoni tayyor bir dasturxon hisobla. Qimirlagan inson uningdan oz to'la yeydi. Bizdan burun o'tgan ajdodlar qenib to'yg'ichi yedi va o'lib ketdi. Qara, ular ulug' to'yga nazar tashlab yotmoqda. Shubhasiz bizni kaynidan berishga chaqirmoqda. Yana bir avlod ular qo'saq tikilar bo'lib, ular dasturxondagilarni bizdan keyin yegichilardir. Bu avlod bizning qo'pib ketishimizni kutadi. Yana birlari bo'lsa, yeniga kelishimizni kutadi. Bu dasturxonning ne'mati bugun bizga nisib bo'pti. Bizga qanchalik yemak maishat beralaydikin? O'lganlar bizni u tarafga chaqirmoqda. Qo'saqtikilar bizni o'rningdan qo'p deb qo'g'lamoqda. Qara, biri qo'g'laydi, biri chaqiradi. Bu ikkisining o'ttirisida kimmi hozir alolaydi? Ey Ali, bexod bo'lib ko'p o'ylama. Baglikda uzun turmaysan, ey xushbe'il. Ey Ali, haromga qo'shilma, uningdan saqlan. Harom bilan ko'ngil qaridab ketadi, buni cho'nqur tushan. Ey shuhratlik, taqvodor bo'lay desang,
Halal maishat qil, halaldan rizq tap. Halal maishat qilgan, taqvodorlikning beshi halollik deb bilgan kishi nima deydi angla. Halal maishat qilgan kishi Xudo oldida gunoh qilmaydi. Halal maishat qil, atilik oziqingni halollik bilan tayyorla. Kimning geli va agni pok bo'lsa, u gunohdan butunlay pok bo'ladi. Pok bo'lishni xohlasang, gelingni tozala. Geling pok bo'lsa, paydang daryodek bo'ladi. O'zingning foydasini izdama, xalq foydasini izda. Sening foydang xalq foydasi ichida bo'ladi. Har turlik ishlarni qilib aqli yetilgan ulug' kent begi nima deydi angla. Bag saodat demakdir. Xalqqa saodat keltirishi kerak. Saodat keltirish uchun xalqning qo'sqini to'yg'izish kerak. Bagla tuvi unchiga to'lgan dengizdir. Dengizga yaqinlashganlar beyishi kerak. Bagla oltin kumush koni bo'lgan tog'dir. Kumush konini qazganlar ko'p boy bo'ladi. Qara, bagla foydali, sexiy bo'lishi kerak. Dunyo xalqi uningdan to'qliq tepishi kerak. Ey al-hukmdori, quyoshdek yo'riq bo'l. Xalq sening soyangda yemek içmekka ega bo'lsin. Xudo bo'yningga omonat yukladi. Bu omonatni qo'g'da deb sana aytdi. Ey Ali, sen o'zingga boshqalarning ko'zi bilan qarab baq. Bir o'zing uchun qanchilgan narsalarni to'plading. Sen uchun dengizdagi go'harmi tugamaydi. Dengiz tubidagi uncha marvoyitlarmi yetmaydi. Bo'z yer tegidagi oltin kumushni xazinanga yig'isan, ko'plab to'playsan. Tog'larning tegidan chiqadigan go'harlarni qo'lab sana yetkizgili bo'lmaydi, ey pak. Bo'z yer ustida unadigan donlarni yig'ib, sen xazina qoznaqlaringni to'ldirasan. Uchar qushlar, mang'ucha maxluqlar, suvdagi beliqlar sendan qutulanmaydi, ey payli qattiq. Karvonlaring alma-al yurib dunyo kezidi. Tovar durdun, tiyin so'zlarni to'playsan. Rumning nafs kimxoblari, dunyoning nodir narsalari sana kasimo, xazina qozniqing to'lmaydi. Arab org'imiqi, esil tulparlar bilan eg'il o'qiring to'ldi. Ko'z qarning to'ydimi qani? Tuman minglagan xil tugilarni to'plading. Yayloqlaringda sonsiz otlar, o'qirlarda qechirlar turibdi. Qo'y podalari tog' o'tloqlarga yamrab ketdi. Qul, kenizak, xizmatchilarmi nurg'un, ey oq ko'ngil. Taskay tarafda sonsiz qotazlaring yaylab yuradi. Vodilarda bo'lsa, buqa, siyir, o'kizlaring o'tlaydi. Qiyolarda yuradigan tog' o'shkilari, tekilami seningdan qechib qutulanmaydi, ey mard pahlavon. Arqar, jaran, bug'i marallar bo'lmasin, hammasi sana tugamas ozuqdir, ey xushbeil. Qulan va ayg'ir yoki ko'kteki bo'lsin, hammasini tutib sana akiladi, ey botir. Bo'ri, tulki, arslan, eyiq yoki to'ng'iz seningdan qutulanmaydi, hamon sening shikoringda o'ladi. Turna, qoday, oqqu yoki o'rdak, laglak, kaklik, budini yoki g'oz bo'lsin, osmonda uchadigan qora qushlar to'pi seningdan qutulib ucholmaydi, ey qeri bo'ri. Sening o'l qushlaring uchar qushlarni ushquzmaydi. İştlerin mağıdığallarını manguzmaydı. Atılıqlar atısıdan ayrılıp yalğız kalıdı. Analıqlar anısıdan ayrılıp yetim boludu. Şunçuvala dünyanın hemmisi bütünley sana yetişmeydi. Bula tügümeydi, özün tügep gitsen ey kudretlik batır. Faqatla bir gelin, bir əgningni deb, dünyanın barcha narsalarini topladın, ölsen taşlap gitsen. Dünya toplashingning oqibat foydasi nima? Qara, ajal jiningni oladi, yiltizingni qirqiydi. Nazar salsang, buning hammasi oshko'zlikdir.
Oshko'zlik bilan echir qilgan shaxslar qachon to'ygan? Ko'zi to'q kishi nima deydi angla. Ko'zi to'qliq boyliqning beshidir. Oshko'z kishi butun dunyoga ega bo'lsa-mu, uning boy bo'lishi natoyin. Kambag'al deyishidu, bu kambag'al kim? Qanchalik boy bo'lsa-mu, ko'zi osh kambag'aldir. Oshko'z kishiga boy bo'lishdan foyda yo'q. Ey ko'ngli to'q, oshko'zlarga ichinqin. Oshko'z kishiga butun dunyomi ozlik qiladi. Barig'i qanoat qilg'uchi baxt ichida yashaydi. Qora tuproq ko'z chaniqini to'ldirmag'icha oshko'z kishining mol dunyoga ko'zi to'ymaydi. Ey Ali, mening bilganlarim shu edi. Nemini tushungan bo'lsam, shuni sana aytdim. Bu so'zlarni aytdim, sen anglading. Tegiga yetsang, ko'ngling ko'zing echilg'ay. So'zimni tutsang, faqat kelgusida foydasi tegadi. Agar tutmasang, sana bir yuk bo'lib qoladi. Aqlliq tili nima deydi, angla. Agar anglasang, sana bir nasihat bo'ladi. Nasihat kishiga foyda keltiradi. Nasihatni ulashtir, bilguchilar olsin. Agar berilgan nasihatni anglamasa, aralashma o'z mayliga qo'yib, yenib turgan o'tni tutsin. Aligning o'dg'irmishqa javobi. Alik bu so'zlarni anglab yig'ladi. Dediki, ey o'yg'oq, kishilarning sarxili, ey dili sagak, sen amdi farog'at bilan yashayapsan. Bu baglik men uchun bir falokat bo'ldi. Amdi men tushundim, ko'zim ochildi, o'zimni o'zim o'tqa tashlabdiman. Men to'g'ri yo'ldan adishibdiman. Manga to'g'riliq yo'lini aytib berding. Ey o'dg'irmish, amdi manga duo qil. Yaxshilik yo'lida Xudo manga tavfiq bersin. O'dg'irmishning Aliga javobi. O'dg'irmish javob berib dedi. Ey bag, Xudo senga tavfiq bersin, tilikingga yet. Aql bilan g'ayrat qilib, havoyi havasni bosqin. Havoyi havasga berilsa, kishi bekochi bo'lib ketadi. Seni tugashtirguchi vujudingning lazzatidir. Vujudingning qilmishi sana bo'ysunmaslikdir. Bu dunyo ko'na naati qiyridir. Ochiq qiliqlari bilan talay baglarni nobud qildi. Seningdek mard baglardan talaylarni qiyritdi. Bu dunyo senimi uzoq yashatmaydi. Ular ketib, bu o'rin sana qoldi. Vaqt kunlarni behuda o'tkazma, hozirlik qilib qo'y. Ey Ali, o'limingni unutma, o'yg'on. Shubhilanma, sana o'lim payti tez keladi. Ey Ali, o'zingni unutma, o'ylan. Agar o'zingni unutsang, aslingga nazar sol. Agar bu ikki narsani kim unutsa, u to'g'ri yo'ldan yiroqlashadi. O'zini tushungan, havasni aqliga bo'ysundirgan kishi nima deydi, angla. O'limingni unutma, gör sening mangulik yurtingdir. O'zingni unutma degan nasihat esingda bo'lsin. Sen ma'nidin to'ralgan man deb maqtanma. Vujuding man deb maqtansa, ani sening o'rning deb ayt. Bu o'lim pistirmida turadi, ko'rinmaydi. Oldinga kelmoqchi bo'lsa, hargiz adishib qolmaydi. Tirik odam uchun boshqa hech qanday qiyinchilik bo'lmagandimi? Faqat bu ochiq o'limga nazar silish kifoya edi. O'lgandan keyin qora yer qetida chirib ketishning o'zimi yetarlik edi. Uningdan boshqa yana bir necha ish borki, o'limga yo'l ochilganda ularning hammasini ko'rasan. Bu holni biladigan aqlli kishi qandoqmi xotirjam uxlay oladi, qandoqmi maishat qiladi. Bilim berguchi, bilim bilan himmatini yuksak tutquchi nima deydi, angla. Himmatini buyuk qil, ko'nglingni yuksak tut. Bu dunyoni tashla,
uningdan umidingni uz. Bu dunyo zindondir, uning ichi ilonga to'lgan. Buni tashla, yo'ruq haqiqiy dunyoga yetishkin. Pak jonning qepi qori yer bag'ridir. Sen qori yer qepiga kirguchi ey sehi. Bu dunyo qorong'u quduqqa o'xshash zindondir ki, balo qazo, jafo mushaqqat hammasi bu yerga to'plangan. Zindonda turib qandoqmi rohat ko'ralaysan? Ko'nglingni, aqlingni berib nimani orzu qilasan? Bu bir uchum qora tuproqni tashla. Ulug' mangu makonni izda, sarobning nima hojati? Bu chang to'zon tumandan o'zingni yuqori tut. Pak mangulik makonni izda ko'zingni och. Sen 1000 yil yashasangmi baribir o'lasan. Ey kunim, o'lim bir kuni kelib yoqangdan tutudi. Mal dunyo qanchalik ko'paysa, uning bosh og'riqimi shunchalik ko'payadi, ey mard o'g'lan. Kishi necha 1000 yil yashashni orzu qilsa-mu, orzu va ehtiyojlarga tamoman erishamaydi. Bu zaman o'qidan ko'ngli yaralangan kishi nima deydi? Angla ey oq ko'ngil. Kishi butun orzusiga yetib to'liq 1000 yil yashasa-mu, ehtiyojliq narsalarga tamoman erishamaydi. Orzu qilg'uchi hammaning tal bo'lishini tilaydi. Tiliki tal bo'lganda o'zimi haqiqatan tugaydi. So'zning foydasi ko'p so'zlashda yoki so'zni tingirqab ko'p anglashda emas. So'zning foydasi shuki, anglagan so'zingni ko'nglingda tutib amal qil va o'zingni to'g'ri yo'lga sol. Men ko'p so'zladim. Sen mu tamoman anglading. So'zimga amal qil, uning foydasini ko'r. Tilim o'zini tutanmadi, ko'p so'zlab qo'ydi. So'zim kemaymidi, lekin e'tibori kemaydi. Ey Ali, Xudo sana tavfiq bersin. Ko'p yaxshiliklarga qo'l yetkizgin. Tangrim tilikingga yetkizsin, seni qo'g'disin. Ey Ali, menimi duoda unutib qolmagin. O'dg'irmish so'zini tugatdi va o'ri turdi. Ali uni tutib azroq o'ltirg'in dedi. Yemek içmek keltirib, turlik g'izolarni qo'ydi. Ozg'ini tetib baq, ey yaxshi kishi dedi. O'dg'irmish qo'lini uzatib tegishlikini oldi. Yemek içmekdan azroq eg'iz tegdi. Ondan tamoqdan qo'lini tortib ortiqcha yemedi. Allohning nomini atab Rabbiga shukr qildi. O'dg'irmish o'rnidan qopib salom qildi. Aligmu salamiga javob berib o'rnidan turdi. O'dg'irmish u yerdan qaytib chiqdi. Ali kaynidan chiqib uzatib qo'ydi. Ali bilan qarshib turib xo'shlashdi. Qo'l elishdi. Ali qayg'urgan holda qoldi. U yerdan yana tog' tarafga qarab mangdi. Qerindishi uning qo'lini so'yib, xeligacha billa mangdi. O'dg'irmish qerindishini qaytirib etdi. O'gdilmishmi xo'shlashib yenib keldi. Ko'ngli yerim bo'lgan holda uyiga yetib keldi. G'am qayg'u bilan ko'ziga uyqu kelmadi. Sharqdan quyosh bosh ko'tarib o'rladi. Dunyo to'liq oqqu rangiga kirdi. Quyosh o'rnidan qopib, ko'ksini egiz ko'tardi. Butun dunyo kafur tusiga kirdi. Dunyo farishta yuzidek nurlandi. Osmon yuzi kafur chechilgandek bo'ldi. O'gdilmish yana to'shakdan qopdi. Tahorat elib pok ko'ngil bilan namoz o'qidi. Qo'lni kiyib, otlanib uydan chiqdi. U yerdan saroyga qarab mangdi. Etidan tushib saroy ichiga kirdi. Ali uni chaqirdi. U kirib Aliga ko'rindi. Alining o'gdilmishga savoli. Ali avval o'dg'irmishni so'radi. Qanchalik turg'unini va qachon ketganini so'rashdi qildi. Ali yana dedi: "Ey o'gdilmish, endi mening yegan ishim zahar bo'ldi. Bundan keyin qandoq yashashim kerak? Qaddim pukildi, endi dast turolmayman."
Әмді бәг болышның xalq yükünü көтірішінің nima hajeti? Bu qayg'u andishilar dilimni vayron qildi. Askar xizmatchilar bo'lmasa, xalqni boshlig'ili bo'lmaydi. Baglik ishlarining hammasini bag ishlab ketanmaydi. Askar xizmatchi tutsa, shubhasiz mol dunyo kerak bo'ladi. Bu narsalar bo'lmasa, el atrofingga yig'ilmaydi. Qo'shinga boshchilik qilib, bag ishi bilan yashagan kishi nima deydi, angla. Xazina, askar xizmatchilar baglarning kuchidir. Bu ikkisi bilan kishi dushmandan o'chini ola oladi. Bu ikkisi bilan bag ustunlikka ega bo'ladi. Bu ikkisi birlashsa, bagning toj taxti ulug' bo'ladi. Askar xizmatchi to'plashgan nurg'un mol dunyo kerak. Mal to'plash uchun jafo chekishga to'g'ri keladi. Mening birli bo'yim, birli gelim bor. Nima uchun shuncha vala xalq yukini bo'ynimga ortib olaman? Qanchalik kambag'al bo'lsa-mu, kishi oshqanmaydi. Bu o'lim hayot kishidan o'chini oladi.